Assalomu alaykum o'g'illar, nima gap? Tinchmisizlar? Sovuqlar bilan so'tlab o'qiyotibsizlarmi? Anchadan beri video qilmovdik. Ancha o'zgarishlar bo'ldi kaptarxonamizda ham. Qora ko'zlarni sotvordik 5 tasini. Endi bu qolgani shu hozircha. Bir haftadan beri bular qamoqda, karantin. Endi shunga bugun bir chiqarib ko'ramizmi? Mana shu отдельно qapasga qamab qo'yganimiz ham karantinda ko'z tegmasin tiklandi bu. Tabiiy yo'l bilan dori qilib berdik. Albatta ham she'riga borib ko'rsataman mana. Bu ham karantindan chiqadi ertadan keyin. Sirazi ajratuvdik kasal bo'lgan zahoti. Mana shu tedi bilan kamagirdan chiqqanida o'zi ham bir kun tushdi bechara sovuq kuni. Ishga ketaverdim, ertasiga kelib qarasam, uyon ustida o'lar holatda yotibdi o'zi ham. Donda ham yelmay turuvdi. Sirazi ajratib bug'doy makkaga yog'li qilib berib, chesno'li suvlar ichirib o'ziga keltirib qo'ydik. Bu ham xuddi shunaqa bo'ldi. Bu ham tiklandi, piqillab o'zini bilmay yotuvdi. Endi sovuqdan shunaqa bo'ldimi, nimadan endi точно aniq emas u. Uyan ichida turpoqlarni solib qo'yganmiz, shu turpoqlarni yeb yotibdi endi karantinda. Bu tepada tedimiz turibdi. Bu ochib chiquvdi bir dona oq bilan, u tepada turgan oq bilan so'g'li bolasi o'ldi. Endi bundan mana tuxumi ham kerak ba'zi. Bu nash karona shilapa ham savatda turgan ham sherigini o'zimiz o'yindan chiqarib yubordik. Bu ham kasaldi, bu karantindan chiqdi. 3 kun 4 kun bo'ldi karantindan chiqqaniga. Endi ko'z tegmasin tiklanib oldi. Yaxshi. Asosdan endi Pokiston bilan TDdan chiqqani ham TD qoldi. Bitta taklamiz bor. Hozir hisobda 6, 9, 10, 12 tami qolibdi-da. Boriga baraka, endi xudo xohlasa sekin bahorda yaxshilardan yig'amiz. Endi uchish bo'yicha bularga yetayotgan yo'qmi? Shunday gaplar. O bitta mana oq orqasida turgan o'ta yomon chiqdi, ko'z tegmasin. O'yini ham zo'r, ko'z tegmasin. Bular endi TD bilan kamagirdan chiqqanlar bor Pokistonda o'zi. Ikkita qora ko'zimiz qoldi oqdan. Bittasi ladinigidan chiqib qolgan ama. Bu tepada TD ham o'zi uchaman deb yotibdi, ancha bo'ldi uchmaganiga, hozir yo'qib ketadi bitta uchganda. Shu bilan kechasi tushadi bu ham. Endi bular sekin chiqarib ko'ramizda hozir shunga. Bo'ldi endi yotgani karantin qilib. Xudo xohlasa sheriklar yaxshi bo'ldi. O'sha vaqtda sovuqda o'zi bug'doyni kamroq berib Makkaga yog'li qo'shib beraverasizlar. Chesno'li suv uzilmaydi mana. Ammo har doim ertalab qolganini to'kib tashlab yangi idishda kuyib beraman suvni ham. Shundan beri yaxshi ko'z tegmasin. Shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.